Assalomu alaykum, hurmatli Guliston xabarlari kanali obunachilari, barchaga xayrli kun. Sizlarni yana Dasturxon podkastimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi dasturxonimiz mehmoni qishloq xo'jaligi fanlari doktori, dotsent Faxriddinov Nuriddin Zaynetdinovich bo'ladilar. Bu inson haqida alohida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak, Respublika sitruschilik uyushmasi raisining ilmiy maslahatchisi hisoblanadilar. Sitruschilikni jaydar tilda tushuntiradigan bo'lsam, demak, har birimiz xonadonimizga limon, apelsin, greypfrut xarid qilamiz va bu mevalarni sevib iste'mol qilamiz. Aynan ushbu mevalarni respublikamizda yetishtirishni rivojlantirish, hattoki xalqaro maydonda ham o'zbek limonlarini taqdimotida ham faol ishtirok etadilar. Men 1984-yil Toshkent qishloq xo'jaligi institutini kunduzgi bo'limini bitkazganman. Mutaxassisligim olim agronom. Institutni bitirgandan so'ng shu institutni o'zida shu limonchilik sohasini yanada rivojlantirish, buni ilmiy asoslash maqsadida aspiranturada o'qishda qoldim. Aspiranturani bitkazgandan keyin kichik ilmiy xodim lavozimida ishladim. Undan keyin katta ilmiy xodim lavozimida ishladim. Undan keyin assistent lavozimida talabalarga dars berishni boshladim. 1994-yilda respublikada ilk bor O'zbekiston iqlim sharoitida sitrus o'simliklarini intensiv usulda ko'paytirish texnologiyasi mavzusida kandidatlik dissertatsiyasini yoqladim. Bu kandidatlik dissertatsiyasini yoqlashimga asosiy sabab asosan Rossiya Federatsiyasini o'sha qishloq xo'jaligi akademiyasi bilan bog'liq holatda o'sha xorij texnologiyasini o'rganib O'zbekistonga olib kelib shu yerda joriy etish maqsadida ilmiy ishga qo'l urdim. Keyin shu kandidatlik dissertatsiyasini rus tilida yoqladim. Undan keyin mana oradan 15 yil o'tgandan keyin O'zbekiston iqlim sharoitida sitrus o'simliklarini yetishtirish texnologiyasini ilmiy asoslash mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqladim. Shundan so'ng shu kafedrada mevachilik va uzumchilik kafedrasida uzoq yillar talabalarga dars berdim. 2018-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Respublika sitrus, subtropik va tropik o'simlik yetishtiruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasiga rais lavozimiga tayinlandim. 2018-yildan 2021-yilgacha 3 yil davomida shu muhtaram prezidentimizni yo'llarida turib bergan hamma topshiriqlarini astoydil amalga oshirib, mana ikkita prezident qarorlarini chiqazib, limonchilikni rivojligiga o'zimni bilimim hamda amaliy tajribalarimni amalga oshirgan holatda limonchilikni rivojlantirishga o'zimni hissam qo'shib keldim. Hamda 2019-yilda muhtaram yurtboshimizni Buxoro viloyatiga tashriflarida alohida topshiriq bergan edilar. Shu O'zbekistonda limonchilik sohasini yanada rivojlantirish, maydonlarini kengaytirish, ish o'rinlarini ko'paytirish, aholini limonchilik sohasiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, limon mahsuloti yetishtirish miqdorini ko'paytirish, eksport salohiyatini oshirish hamda nafaqat qo'shni davlatlarga, balki dunyo bozoriga, ya'ni Yevropa bozorlariga ham o'zimizni mahalliy limon mevalarini olib chiqish bo'yicha topshiriq berganlar. Shu topshiriqni berganlardan keyin mana 21-yildan boshlab hozir shu uyushmani hozirgi yoshlarga, uyushmani boshqarishni hozirgi yoshlarga topshirib, shu yoshlarga ilmiy maslahatchi lavozimida ishlash bilan bir qatorda mana hozir viloyatlarda yurib, shu limonchilik sohasini, ilmiy asoslangan limonchilik sohasini yanada rivojlantirishga o'zimni hissam qo'shib kelyapman. Subtropik o'lkalarda o'sayotgan limonning turli navlarini, masalan 100% deb oladigan bo'lsak, shu navlardan qancha foizi O'zbekistonga olib kelindi va hozirda O'zbekistonda muvaffaqiyatli yetishtirilmoqda va qaysi davlatlarga eksport qilinmoqda? Limonchilik sohasining hozirgi holati hamda rivojlanish istiqbollariga nazar solishdan oldin bir oz uni tarixiga nazar solamiz. O'zbekiston iqlim sharoitida limonchilik sohasiga birinchi bor 1940-yilda asos solingan. Bu asos solgan insonlardan biri bu seleksioner olim Zayniddin Faxriddinov.
bu inson mani ham ustozim ham otam bo'ladilar. 50-yildan boshlab bironta ilmiy tadqiqotlarida, bironta xo'jaliklarda limonni O'zbekiston iqlim sharoitida yetishtirish imkoniyati bo'lmagan, uddasidan chiqilmagan. O'sha paytdagi keyin hukumat qarorini ikkinchi qarori bilan O'zbekiston iqlim sharoitida limonni yetishtirib bo'lmas ekan degan qaror chiqqanda hamda yetishtirishga chek qo'yilgan. Shunda shu seleksionerni olib limonni o'zlari saqlab qolib, ustida ishlab 1966-yilda O'zbekistonda ilk bor mahalliy eksportbop limon novi yaratilgan. Bu nav nomi Toshkent. Sababi 66-yilda Toshkentda kuchli zilzila bo'lgan. Shu zilziladan keyin Toshkent qayta tiklash arafasida Toshkent deb nomlanib qolgan. Seleksioner olim bu bilan cheklanib qolmasdan 1970-yilda ikkinchi nav yaratadilar. Bu ikkinchi navning nomi yubileyniy bo'ladi. Yubiley. Bu sanoatbop. Ya'ni birinchi navimiz bu eksportbop. Sof holatda bemalol iste'mol qilinadigan, suvli, mazali, xuddi apelsinga o'xshagan, shirin, hidli, serhosil. Yubileyniy navimiz bu mevasi yirik, qayta ishlashga yaratilgan. Undan sof holatdagi demak sharbatlarni, qiyom, marmelad olib konditer fabrikalariga berish uchun yaratilgandan. Mana buni tarixi. Endi hozirgi holatda muhtaram yurtboshimizni 46 sonli qarorlar qabul qilindi. Bu limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Shu qarorga asosan O'zbekistonda limonchilik maydonini kengaytirish to'g'risida qaror qabul qilingan. 2020-yilgacha O'zbekistonda bor yo'g'i 1,5 ming gektar maydonda limon yetishtirilgan bo'lsa, 2020-yildagi qaror qabul qilingandan keyin Turonbank aksionerlik tijorat bankining ko'magida yana 1000 gektar kompleks issiqxonalar tashkil etilib, limonzorlarning maydoni hozirgi kunga kelib 2,5 ming gektarga yetdi. Bu hamma viloyatlarda. Shuningdek, Sirdaryo viloyatida ham, Sirdaryo viloyatida 9 ta tuman bor. Shu 9 ta tumanning 3 tasida limonchilik juda ham yaxshi rivojlangan. Hozirda tadbirkorlar bu ustida o'zlarining mehnatlarini olib borib, juda ham katta daromadlarga erishib kelishmoqda. Butun dunyoda suvni tejash bo'yicha global ishlar amalga oshirilmoqda. Hattoki 4-5 tomonidan dengiz bilan o'ralgan Turkiya ham allaqachon intensiv bog'larga va qishloq xo'jaligi sistemalariga o'tib bo'lgan deb eshitganmiz. Misol, bizda ham agrar yo'nalishda intensiv sug'orish usullariga o'tgan yo'nalishlar bor. Siz jumlalaringizda aynan limonni intensiv usulda parvarish qilish haqida aytib o'tdingiz. Bu ham suvni tejash, chindan tejash. Shu borada tushuncha berib o'tsangiz. Limonni O'zbekiston iqlim sharoitida resurs tejamkor usulda yetishtirish texnologiyasi bo'yicha 5 ta yo'nalish qabul qilib olingan bo'lib, ushbu 5 ta yo'nalishda hozir ilmiy ishlar nihoyasiga yetib, bu yo'nalishlar hammasi ilmiy asoslangan. Bular qaysi yo'nalishlar? Bular limonni issiqxonalarga ekish sxemasi bilan bog'liq, undan keyin sug'orish bilan bog'liq, o'g'itlash bilan bog'liq, shakl berish bilan bog'liq hamda qishda sovuqdan himoya qilish bilan bog'liq. Mana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha ilmiy asoslangan bizning hozir qo'limizda ma'lumotlarimiz bor. Aynan mana shu ilmiy asoslangan ma'lumotlarni hozirgi kunda joriy qilish maqsadida viloyatlarda dehqonlarni shunga o'rgatib bormoqdamiz. Bular nimalardan iborat? Mana hozirgi kunga qadar limonni issiqxonalarga kim qanaqa ekish sxemasida eksa ekib ketaverardi. Gektarga 700 ta, 600 dona limon ko'chati ekadi. Lekin hozirgi kunda ilmiy asoslangan usulda ekish bo'yicha biz 3x3 sxemasini belgilab berdik hamda har bir gektarga 1100 tadan limon ko'chati ekish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu degani gektaridan agar har bitta tupidan 70 kilodan hosil oladigan bo'lsak, 1 gektardan 100 tonna hosil degani. Mana bu yangilik. Ikkinchi yangiligimiz bu sug'orish bilan bog'liq. Haqiqatda hozirgi ekologik vaziyatdan kelib chiqib, butun dunyo bo'yicha suvni iqtisod qilish masalasi bu juda katta masala hisoblanadi. Shu yo'lda mana hozirgi kunda limonni 3 xil usulda sug'orish joriy qilinmoqda. Bular egatlab sug'orish, tomchilatib sug'orish hamda yomg'irlatib sug'orish. Endi dehqonlar bilmaydi qaysi bir usul iqtisodiy, samarador bo'lib. Buni biz ularga yetkazish uchun hozirgi kunda suvni tomchilatib sug'orish usulida
joriy qilishni demak dehqonlarga joriy qilmoqdamiz. Bunda biz nimaga erishamiz? Birgina so'z bilan aytadigan bo'lsam, 1 gektar maydon limonni biz egatlab sug'oradigan bo'lsak, 600 kub suv sarf qilamiz. Agar biz buni tomchilatib sug'oradigan bo'lsak, bor yo'g'i 150 kub suvni biz tejaymiz. Shunda 350 kub suvni biz tejab qo'yamiz. Ilmiy yondashuvda gap juda ham katta. Juda katta. Hozirgi kunda shu iloj boricha ilmni, mana muhtaram yurtdoshimizni bergan topshiriqlarga asosan limonchilik sohasida ilmni qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'lashni harakatida ishlarni olib boramiz. Subtropik o'lkalarda qish bo'lmasligi bu tabiiy holat. Ularda ko'proq mo'tadil iqlim hisoblanadi. Sizlarning mehnatlaringni chindan 2 baravar, hattoki 3 baravar olib borayotganliklaringni ham bilish qiyin emas. Negaki aynan subtropik o'lkalardan olib kelingan mevani moslashtirib yetishtirishni o'zi juda ham qiyin. Endi bizda qish ham bo'ladi, kuz ham bo'ladi, bahor ham, yoz ham bo'ladi. Yetishtirilayotgan limonlarimizni qishdan saqlashda qanday bir yo'nalishlarni amalga oshiryapsizlar? Limon o'simligini keskin o'zgaruvchan iqlim sharoitida yetishtirish uchun albatta uni qishda sovuqlardan himoya qilish uchun isitish kerak. Isitish uchun esa bu albatta isitish vositasi bo'lishi kerak. Hozirgi kunga qadar issiqxonalarni, limonzorlarni isitish maqsadida tabiiy gazdan, o'tindan, ko'mirdan foydalanilgan. Lekin hozirgi ekologik og'ir vaziyatda bu tabiiy gaz, o'tin hamda ko'mirdan foydalanib limonlarni sovuqdan saqlash bu demak samarasiz usul hisoblanib qoldi. Hozirgi kunda mana olimlar biz shuni o'rganib chiqib eng samarali usulni ishlab chiqdik hamda bu usul bir tarafdan samarali, ikkinchi tarafdan arzon, uchinchi tarafdan ekologik toza usul. Biz ekologiyani umuman zarar keltirmaymiz. Bu usul bu termiz usuli deb ataladi. Ya'ni hozirgi kunga qadar limonzorlarni biz bir qavat plyonka ostida yetishtirgan bo'lsak, endi bir qavat emas, 2 qavat plyonka ostida yetishtiramiz. Bunda xarajatimiz faqatgina ikkinchi qavat plyonkani to'sish uchun ketadi. Bu bizga qanday natija beradi? Natijada 2 qavat plyonkani ostida turgan limonlarga tashqaridagi iqlim sharoitini keskin o'zgaruvchan sovuq iqlim havosi yetib kirib bora olmaydi. Bu birinchi qavatdan o'tgandan keyin termosda to'xtab qoladi. Termosdan pastga o'ta olmaydi. Aynan mana shu ikkinchi qavatning ostida turgan limonlar o'zi uchun eng qulay bo'lgan iqlim sharoitiga ega bo'ladi. Natijada biz ekologiyani buzmaymiz, ko'mir, o'tin yoqmaymiz, o'tindan ham foydalanmaymiz. Gaz ham iqtisod bo'ladi hamda ekologik sharoitga ham zarar yetkazmaymiz. Aynan mana shu usul hozirgi kunda ilmiy asoslandi hamda buni ishlab chiqarishga joriy qilish maqsadida hozir viloyatlarda shu usulni tatbiq etib bormoqdamiz. Milliy brendimizga men alohida e'tibor beraman. Har doim qaysi davlatga bormay o'zbek, o'zbekchilik qadriyatlarimiz doim men uchun birinchi o'rinda turadi. O'zbekistonning iqlim sharoiti aynan quruqlikdan iborat. Quruq joyda joylashganmiz. Markaziy Osiyo davlatlari 5 ta. Har birining o'ziga yarasha agrar yo'nalishi bor. Adashmasam ularda ham limonchilik bor va ular ham limon yetishtiradi. Demak, savolim shundan iborat. Biz baralla butun dunyoga o'zbek limonining Toshkent navi aynan O'zbekistonga tegishli ekanligi yoki yubileyniy navi O'zbekistonga tegishli ekanligi baralla ayta olamiz, shundaymi? O'zbek limoni brendini asosida 1966-yilda yaratilgan mahalliy eksportbop Toshkent limoni turadi. Toshkent limoni nima uchun bu o'zbek limoni brendiga aylanib ketdi? Bu shunday xususiyatlarga egaki, boshqa davlatlarda yetishtiriladigan minglab limonlar navini ichida aynan mana shu Toshkent navli limoni bilan raqobat bo'la oladigan limonning o'zi yo'q. Bu qaysi tomondan? Birinchidan bu limonimiz o'ta hosildor. Juda hosildor, daromad keltirishi juda ham yuqori. Ikkinchidan bu limonimiz boshqa limonlar bilan farqi mazasida. Mazasi bu limonlarimizning mazasi shirin nordon. Boshqa barcha davlatlarda yetishtiriladigan o'sha mahalliy nav limonlarning mazasi taxir nordon yoki juda nordon. Shuning uchun limon desa hamma taxir narsani tushunadi. Taxir narsani tushunadi. Lekin bizning Toshkent navli limonimiz bu shirin nordon. Nima uchun shirin nordon?
biz buni analiz qilganimizda shuni aniqladikki, bizning Toshkent navli limonimizning mevasida aynan postida 1%gacha, 1%dan ham oshiq qand moddasi bor. Boshqa limonlarda 1%ga yetib bormaydi. Lekin Toshkent navli limonimizda 1%dan ortiq qand moddasi bor. Shuni hisobiga biz uni post og'i bilan iste'mol qilganimizda xuddi limon ustiga shakar sepib yeganday tuyuladi yoki bo'lmasa xuddi apelsin yeganday bo'lasiz. Mana ikkinchi jihati bu. Uchinchidan bu limonimiz juda iste'molgir. Bozori juda chaqqon. Ana birgina O'zbekistonning o'zida bozorlarimizda buni narxi hozirgi kunda 40 ming bo'lsa, Rossiyaning bozorlarida 60 ming, 70 mingga qarab ketdi. Bizda pulga konvertatsiya. Bizani endi mana hozir bizning eng asosiy limonlarimizga xaridor bu Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasidagi bozordagi narxi hozirda $4 baland. Eng yuqori bahoda sotiladigan limon Toshkent navli limon, o'zbek limoni brendi bilan. Lekin shuni o'zi ham hozir Rossiya bozorlarida doim turmaydi rastalarda. U juda ham talabgor, darrov talab olib ketishadi. Shuningdek biza Rossiya Federatsiyasi bozori strukturasini o'rganganimizda birgina Food City'ning o'zini talabi, o'zbek limonlariga bo'lgan talabi, yillik talabi 250 ming tonnani tashkil etyapti. Hozirgi kunda bizani yetishtirish salohiyatimiz 60 ming tonnadan oshdi. 11 ming tonnadan ortiq eksport qilishga erishdik. Eksportimiz yildan yilga ortib bormoqda. Demak, biza birgina Rossiya bozorini o'zimiz Toshkent limoni bilan ta'minlab berishimiz uchun hali ancha mehnat qilishimiz kerak ekan. Qaysi yo'nalishda bo'lmaylik, eng avvalo insonning o'zidan juda ham katta harakat talab qilinadi. Sizga shunday savol bilan murojaat qilmoqchiman. Tanballik bu ish yoqmaslikmi yoki mas'uliyatsizlikmi? Biz bilamiz, kelajakda imkoniyatlarga erishishning yo'llari bo'lsa ham, lekin ayrim holatlarda tanballik bu yo'lni kesadi deyishadi. Siz ko'p yillik ilmiy xodim sifatida qishloq xo'jaligini ichidan bilgan inson sifatida tanballik mavzusiga alohida bir to'xtalib bering. Tanballik masalasida bu har bir insonda bu saqlanib qoladigan xususiyat. Bu xususiyatni insonlardan cheklash hamda bu xususiyatni insonlardan olib tashlash uchun insonlarni o'sha sohaga bo'lgan qiziqishini uyg'otishimiz kerak. Men birgina o'zimizni limonchilik sohasini oladigan bo'lsam, misol keltiradigan bo'lsam, ko'pchilik dehqonlarimiz limonni yetishtirish texnologiyasi, uni misol uchun undan daromad qilish, uni foydalarini bilmaydi. Agar biz shu limonchilikni bilan shug'ullangandagi daromadlarni, uni foydasini hamda o'zi iste'mol qilgandagi foydalari, shifobaxshlik xususiyatlarini dehqonlarga shuni ochib bera olsak, ularda men o'ylaymanki tanballik yo'qoladi. Sababi ular shu limonchilikning ustida mehnat qilib boshlagandan keyin, uni ustida qandaydir daromad qilib nonini yegandan keyin ularda o'z-o'zidan shu sohaga bo'lgan qiziqish uyg'onib ketadi. Hamda tanballik yo'qolib ketadi. Shu maqsadimiz boshlovchi dehqonlarga limonni eng arzon, qulay yetishtirish texnologiyalarini o'rgatish, ularni cho'chitmasdan bu limonni barcha xususiyatlarini ochib berish hamda bularga ushbu limonchilik sohasini to'g'ri yetkazib olib borish orqali ularda qiziqish uyg'otishimiz kerak. Ular hozir qo'pol qilib aytganimizda uyquda. Uni uyg'otib olish kerak. Uyg'ongandan keyin ular mana shu limonchilik sohasini ko'rib, uni qiziqligini, foydaliligini, o'zi uchun ham qanchalik, sog'lig'i uchun ham foydali ekanligini, bu qanchalik daromadgir ekanligini bilgandan keyin o'z-o'zidan bunda qiziqish uyg'onib ketadi. Bu qiziqish kelajakda avloddan avlodga o'tib ketaveradi. Otadan o'g'liga, o'g'lidan nevarasiga o'tib ketadi. Qarabsizki, oilada tanballik yo'qolib ketadi. Dorini dorixonadan emas, tabiatdan izlang. Zero tabiatda barcha dorilar mevalarda va sabzavotlarda mavjuddir. O'rtoqlar, bugungi suhbatimiz o'ylaymanki sizlar uchun juda ham qiziq, juda ham manfaatli bo'ldi. Shaxsan men uchun juda ham qiziq va manfaatli bo'ldi. Negaki o'zim uchun kelajakda kichik bo'lsa-da xonadonimda limonchilikni yetishtirishga qaror qildim.
Suhbatimiz so'ngida yangi dehqonlar uchun, faoliyatdagi dehqonlar uchun limonchilikni yetishtirishda maslahatlaringizni bersangiz, qanday yo'l tutishlari, kimga murojaat qilishlari, qayerdan ko'chatlarni olishlari, shu borasida. Limonchilik sohasini boshlashda boshlovchi dehqonlarga maslahatim shundan iboratki, asosan olib borilayotgan chora-tadbirlar bilan yaqindan tanishish, bu sohaga qiziqish hamda bu soha juda ham mushkul emasligiga ishonch hosil qilib, hali ham bo'lsa kech emas shu sohaga kirishish kerak. Bu doimiy yashil o'simlik. U dehqonlarga doim daromad keltiradigan o'simlik. Doimiy yashil. Yuqoridagilarni inobatga olib, professional limonchilik darsligini ustoz AI platformasida kuzatib borishlarini tavsiya qilaman. Bundan tashqari, mana birgina misol, million so'zini eshitsa hamma darrov e'tibor qilib qaraydi. Shuni esdan chiqarmanglarki, limon keltirar million. Shuni o'zi misol uchun bugungi suhbatimizga yakun yasash uchun yetarli deb o'ylayman. Dorini dorixonadan olmang. Negaki dorilarning barchasi tabiat bizga yetishtirib berayotgan mevalar va sabzavotlarda mavjud. Limonchilikka qiziqing. Haqiqatan ham limonchilik daromad manbai ekan. Shaxsan men uchun bu suhbatdan keyin o'zim uchun qaror qildimki, uyda xonadonimda 5 sotix limonchilikni tashkil etaman va o'zimni aynan qishloq xo'jaligi yo'nalishida ham bir sinab ko'raman. Bugungi suhbatimiz sizlar uchun manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi dasturxonim atrofida ko'rishguncha xayr deyman. Salomat bo'linglar.